Dünyada mundaq bir parça sirliq rasm bor. U sirliq kulimsirishi bilan kishilarni 500 yildan uzun vaqt qiynab keldi. Bu dal Da Vinci'ning qo'lidan chiqqan Mona Lisa. Mona Lisaga munosabatlik sirlarni olimlar hozirgacha yechib bo'lolmadi. Ba'zilar bu bir parcha go'har rasm deydi. Yana ba'zilar bu bo'lsa bir yer sharidan ayriladigan ochiqo'ch deydi. Lekin qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, hikoyani yana uning ijod qilguvchisi Da Vinci'dan so'zlashga to'g'ri keladi. Balkim desam ishonmasligingiz mumkin. Da Vinci faqat bir rassom emas. U falsafa ilmi, tibbiy ilm, injenerlik ilmi qatorliq 20 dan ortiq fanning hammasida nihoyat cho'nqur bilimga ega. Shundaq deyishga bo'ladi-ki, u bir kamkuchsiz talant egasi. Einstein ilgari agar Da Vinci o'z vaqtidagi qo'lyozmalarini dunyoga oshkorlagan bo'lsa, Yevropa fan texnikasini kam deganda 100 yil ilgari surgan bo'ladi degan edi. 1503-yili eng og'ir kechlik g'izoga tayinib bir mahal nom chiqargan Da Vinci Mona Lisani ijod qilishga boshlaydi. U oldi kayni bo'lib, to'p-to'g'ri 4 yil vaqt sarf qilib, toki 1506-yilga kelganda ondan uni rasmiy tamomlaydi. Hamda toki vafot bo'lguncha bu rasmni davomli yenilib yuradi. Lekin vaqtning uzurishiga ergashib, nurg'un sirlar hammasi allaqachon suv ostiga tushgan tashdek g'oyib bo'ldi. Lekin olimlar infraqizil qizil nurliq skanerlash uskunasidan foydalanib bartaraf qilgandan keyin bu rasmga nisbatan tuvandagidek bir necha xil farazni o'tirib qo'ydi. Birinchi, Mona Lisa zodi kim? İtalyan tilida Mona bo'lsa, ayollarga bo'lgan hurmat nomi. Shunga Mona Lisa rasmdagi ayolning ismi emas. Bu ayolning haqiqiy ismi bo'lsa, Lisa Girdini bo'lib, u Da Vinci'ning qo'shnisi. Hamda u bir homildor ayol bo'lishi nihoyat mumkin. Chunki uning kiyinishidan qaraganda ikki mo'risidagi ko'ynagi nur o'tkazadigan gaz yog'liq bilan o'ralgan. Hamda bo'yin qismida alohida kashlangan yoqasi bo'lib, bu xil garniro deb atalgan yasanish o'z vaqtida homildor ayollarga xos yasanish shakli edi. Ikkinchi, Mona Lisa'ning orqasiga tashqilanib odam yoshiringan. Ba'zilar Mona Lisa'ning aynak tasvirini biriktirgandan keyin uning o'ttirisida bir tashqilanib odamining chiroyini bayqagan. Agar cho'ngaytib qarasak, uning yuzidagi iznonlarni texmi aniq ko'rgili bo'ladi. Uchinchi, Mona Lisa'ning orqasiga hayvonotlar yoshiringan. Amerikalik ishdan sirt rassom Royin Mona Lisa'ni kuzatgandan keyin rasm ichiga bir qator hayvonotlarning bosh surati yoshiringan bo'lishi mumkinligini bayqagan bo'lib, ular ayrim holda sher, maymun, suv kalasi va yilonlar ekan. To'rtinchi, Mona Lisa'ning ko'zidagi maxfiy shifr. Olimlar rasmni 40 qasal cho'ngaytgandan keyin Mona Lisa'ning o'ng ko'zida LV harfini bayqagan. Nihoyat aniqki, bu Da Vinci'ning ismining qisqartib yozilishi. Sol ko'zida bo'lsa CE harfini bayqagan bo'lib, bu yana B yoki S bo'lishi mumkin ekan. Lekin bugunga qadar uning zodi nimaga vakillik qilganligini hech kim bilmaydi. 5. Mona Lisa'ning sirliq kulimsirishi. Bu balkim bu rasmning tushunmak eng tas yeri bo'lishi mumkin. Tekshirishlarning ko'rsatishicha, rasmdagi ayolning baxt ko'rsatkichi 83%, bezorlik ko'rsatkichi 9%, qo'rqinish ko'rsatkichi 6%, ochiqlanish ko'rsatkichi 2% ekan. Keyin olimlar o'lchash uskunasidan foydalanib, rasmning hamma yerida tegudek birining nisbati 1.618 dan iborat oltin nisbati qoidasiga amal qilinganligini bayqagan. Bu nisbat bo'lsa, odamda eng oson shodlik tuyg'usi shakllantiradigan nisbat deb qaraladigan bo'lib, bu mayli qaysi nuqtadan qaraganda, uning qaramoqqa sizga qarab kulimsiraydiganlik sababini muvofiq tushuntirishga ega qiladi. Amaliyotda Mona Lisa'ning nemish shuncha nomi chiqishida yana bir muhim omil bor bo'lib, bu dal dunyoni zilzilaga keltirgan Mona Lisa'ning o'g'irlanish anzisi. 1911-yili sir ishchisi Proja Lover Sarayda xizmat qilayotgan vaqtda o'zidagi pishiq mahoratni ishga solib rasmni o'g'irlab chiqqandan keyin uni Italiyaga boradi. Uningdan keyingi 2 yilda Mona Lisa'ning o'g'irlanish anzisi xalqaro xabarga aylanadi. Bu voqea butun Fransiya hamda dunyoning har qaysi joylaridagi gazetlarga besib tarqatiladi. Shuning bilan uning nomi texmi chiqadi. Davlat go'hari darajadagi dongliq rasm bo'lg'achqa suhbatlashish orqali Italiya bu rasmni Fransiyaga qaytarib berishni qaror qiladi. Ondan bu ishning oxiri oyiga chiqadi. Bugun bu rasm dunyodagi mashhur muzey Fransiya Louvre sarayida saqlanib Uning bahosi 830 million Amerika dollariga yetadigan bo'lib, dunyo Guinness rekordida qimmati eng yuqori bo'lgan go'zal san'at yoki buyum hisoblanadi. Har yili uning nomini anglagan millionlagan sayohatchilar faqatla Mona Lisa'ning haqiqiy qiyofatini bir ko'rib olish uchun dunyoning har qaysi joylaridan keladi. Gerçi nait ko'p odam rasmdagi sirlarni allaqachon ichib bo'lganligini jakarlagan bo'lsa-mu, lekin qandoq bo'lishidan qat'iy nazar, bularning hammasi faqat keyingi kishilarning bir xil farzi xolos. Mona Lisa'ga munosabatli haqiqiy sirlar balkim uning ana shu sirliq kulimsirishi ichiga mangulik pechatlangan bo'lishi mumkin.